silish. Bunun ketadigan kerakli materiallardan 12 kilo 250 gram, sumay, men qunaq ishlatdim, 500 gram. Kebab uchun boshpiyoz suyi, xojo suyi deb qo'yamiz. Buni suz ta'mini chiqargan xojo suyi qaynatib, sovutib olgana, to'nglatquniki suvoq saqlash bo'limida muzdek sovutib olgan suyimiz 400 gram. Andan keyin turbining muzdek suyidan 500 gram, tuzdan 18 gram. Mana shu materiallar ketadi. Endi ishlash bosqichiga o'taylik. Bayqi materiallarning hammasini men ximiya yug'irish apparatim qo'yib oldim. Endi biraqla ximiya yug'irimiz. Hammasini biraqla qo'yib olib ximiya yug'irimiz. Mana bu yerda ximiya yug'irimiz. Xemirimiz müşta bo'lgandan keyin bo'ldi qilib, ilib, qo'l bilan chaylaymiz. Ximiya yug'irish apparatimizdan chiqarib olgan xemirimizni 2 minut qo'yib, andan keyin biraqur chaylaymiz. Endi xemirimizni biraqur ishlab chaylaymiz. Mana xemirni müşta yug'irib tayyor qilamiz. Bek uzun yug'irib ketmaysizlar, 15 minut yug'arsanglar bo'ldi. Bek jiq ishlab ketmaysizlar. Endi 5 minut tindirib qo'yib, zugul qilamiz. Mana xemirni müşta yug'irib tayyor qilamiz. Bek uzun yug'irib ketmaysizlar, 15 minut yug'arsanglar bo'ldi. Bek jiq ishlab ketmaysizlar. Endi 5 minut tindirib qo'yib, zugul qilamiz. Mana 200 gramdan üzüp, müşta zugul qilib oldik. Zugul qilgan vaqtida men asl tarafni mijib islanjimi? İçli qilmaslik uchun mijib etsanglar, chiroyli chiqadi ashgan vaqtida. Endi buni biza maylab tizib qo'yamiz. Bek emas, bo'shroq maylaymiz. Bo'shroq maylab tizimiz. Hammasini müştaq bo'shroq maylab tizib olamiz. Mana shunday bo'shroq maylab olamiz. Bo'shroq maylaylishdagi sabab men xamir ozroq tingandan keyin chaplashib qolmaslik uchun. Bek maylab etmaysan, bo'shroq maylab ustiga suga yaltiroqni qilib qo'yib, endi qozonga mayni qo'yib, may qizig'icha anaqi buni ochamiz. Qozonga mayni qo'yib, o'tni ichib qo'ydim. Miyimiz qizig'icha men mana bu zugurni bundoq ichib tayyor qilib oldim. Chunki men o'zim yolg'iz ichib solaman, shuni men tayyor qilib oldim. Mana xamirimizni ichib tayyor qilib oldim. Endi qo'limizga yig'imiz. Oxir qismi mana bundoq holatda endi bundoq so'zib olamiz. Oxir qismi mana bundoq holatda endi bundoq so'zib olamiz. Şu oxir qismi işte ichida turdimi? Mustaq bo'ldi. Endi ziq ilib pishirishga boshlaymiz. Mavjimiz ichida turdimi? Ustiga qasamaydi, xamirimiz tekshib, siliq qarab turgandan keyin yoqib solamiz. Otursa ketişip algandan keyin buni örüp qo'yamiz. Mayıs kızıp koygandan keyin örüp qo'ygan oldim. Örüp qo'ygan. Mana sanjaya bo'ldi. Ichki kavun ichib qo'ydim.